xalqmi intayin baxt saodat ichida yashagan. Bu 20 yil jarayonida din bilan siyosat ayrilgan aka. Yani Sultan Abdurashid Xon din mi o'zining yo'lida ma'nusini, siyosat mi o'zining yo'lida ma'nusini degan siyosatni yurgizib, har qanday iqimlarning bo'lishiga, har qanday siyosiy ko'z qarashning bo'lishiga yo'l qo'ygan. Shu vaqtida statistika qilingan madras 2363, maktab 1533 bo'lgan. Dinim fevqal yaxshi gullangan, maktab intan yaxshi ichilgan hamda. Xalq bundan razı bo'lgan. Shundan 1567-yili, 1560-yili Abdurashid Xon Allohning daraga ketgandan keyin uning o'g'li Abdukerim Xon chiqqan. Abdukerim Xon 1560dan 1593-yili yana vafot bo'lganga jami 33 yil hokimiyat tutgan. Bu kishi dona, qobil kishi bo'lgan-yu, ammo chataq bu kishi Naqshbandiya taraqqiyini davlat dinida bekitib qo'ygan. Asli Sayyidi Xon Qur'on va sunnat davlat qonuni, asos qonun shu degan. Fars tilini hukumat tili qilgan. Abdurashid Xon bo'lsa, Fars tilini hukumat tili qilishni tadrijiy qoldirib, Xaqoniyat tilini, ya'ni Uyg'ur tilini hukumat tili qilgan. Abdukerim Xon mushu dadasining izidan boshqa-yu, lekin Naqshbandiya taraqqiyini davlatning ham bir xil din shaklida ekirgandan keyin piston chaqqan. Yani bizning hayotimizda g'oyat zo'r buzish kelib chiqqan. Yani bu Naqshbandiya taraqqiyini Sharq Turkiston ekirgan kishi Maxdum Azam, asl ismi Ahmad Kasani. Mushu mal'un ekirdi buni. Bularning ekirgan bu taraqqiyni butlay tarki dunyoni tashvish targ'ib qildigan. Tarki dunyo bu yashashni asos maqsad qilgan bir falsafaviy iqim desak bu din emas bu. Bu bir falsafaviy iqim, bu bir xil ko'z qarash. Oyatdan foydalanib, ya'ni oyatda oxirat sizlar uchun bu dunyoni yaxshi deydigan Qur'on Karimga kelgan mush oyatni asos qilib biz oxiratni asos qilishimiz kerak. Xoniqalarda yashashimiz kerak. Talqini etishimiz kerak. Sama jari silishimiz kerak deb butunlay lekin o'zining tashabbusini, ko'z qarashini din o'rinda, dinni suiiste'mol qilib turib yo'l qo'ygandan keyin bizning hayotimizda ve hayatga bo'lgan qiymat qarashimizda zo'r o'zgarish yuz bergan. Endi anglab bakın akama gapni. Shariatda bo'lsang, o'ltir chayonni, tariqatda bo'lsang, og'ritma jonni. Ko'rdingmi? Bu shariatning bizning negizimiz bo'lsa, demak buning urush ichayotgan gap. Ammo xalq buni bayqayamagan gap. Bular intan go'zal shaklda nam qilib buni Mesela ekirgen aka, şunun ikilden bizim dinimizge hurafilik arlaşkan, İslami kıymet qarash tedrici yolda hurafilikka yol boyutuşka mecbur olgan. Şunun için niza başlagan, şunun ahir hesapta bu Maxdum Azam'ninki evrisi olgan Abba Hoca Aqtaqlıqlar firqasını kurdu. Bu Maxdum Azam'ninki yan bir xotundan bo'lgan, yani İshaq Valiyuddin o İshaqiya mezhebini qurgan, o Qartaliqqa ega bo'lgan, shu Aqtaqliq, Qartaliq degan nom bilan atalgan ikki firqa bizning hayotimizda g'oyat zo'r burilish hosil qilib, bizning butunlaylamdagi islomiy qiymat qarashni ayirib o'tgan. Ne davlatchilik ingimiz qolgan, ne vatanni qo'g'dash, vatanni suyish istimiz qolgan, hech nimamiz qolmagan. Apa Hoca degan munofiq shu g'aldan serini ekirib
Şu İsmail Xan'ı, yani şu nimeniki Seydiye Xan'ınki ahir xanı, 12. xanı. Şunu mağlup kılış için gayasır kırıncılık yapmagan, talantarı yapmagan. Şu sopula toktaptı. Ma mening vatinim. Nimiş bu Abbaq Hocaga yan besip men, nima uchun bu Mo'ng'ullar qalmoqliq yan besip uni qilaman deb qilmay şu Abbaq Hocaga ergishib o'zining qarindoshini qirgan. Bu yekende Mingcin masjid deydigan bir masjid bor. Mingcin masjid demdi, Jin masjid demdi, ism toz ko'tarilib qolibdi aka. Şununla keçip kirib olgan qartaqliqlardan ki shu bir masjid demdi. Şu kirib olgan kishilarni ibodat qilib o'tiryapmiz, kishilarni, ming yaqin kishini. Kuydirgan o'ltirib o'tgan. 360 tane uyi bor, yo'g'on bir xonqa masjidni shu keçip kirib olgan, urushning vayimsini keçip kirib olgan ming yaqin kishini hamma kuydirgan o'ltirib o'tgan. Bu pek içiniz tarifini tefsir desek bir haftacha uzluksiz birini yemay ro'za tutsak bo'ldi aka. Demek bizga xurofot ana shundan kirgan. Shundan e'tiboran bizning hayotimizda g'oyat zo'r o'zgarish yuz bergan, islomiy qiymat qarashimiz o'zgarish yuz bergan, bu dunyodan butunlay voz kechgan, ya'ni tark dunyo bo'lib ketishni oldin o'rnini qo'ygan. Bu dunyo kofirlarning bo'stonligi, u dunyo musulmonning bo'stonligi deb. Ey haq, Alloh taolo seni u dunyoga yaratishga qodir emasmidi? Ve bu to'g'ri tushungin. Kofirlarning bu dunyo kofirlarning bo'stonligi degan gap, o qiyomatga do'zaxni ko'rgan vaqtida bu dunyodagi hayotini ve bu cennet yaşamını yaşaptı kemen deydi. Şunun için bu dünya kofirlarning bo'stonligi deyilgan gap. Bu herkes Müslümanların makanı emas degan gap emas bu. Müslümanlar rahat yaşaydigan joy emas degan gap emasdi bu. Shunda xato ko'z qarashlarni tashviq qilish orqali bizda g'oyasir xurofotlikni avj oltirib bizdan islomiy qiymat qarashni butunlay lekin yo'q etmagan taqdirdami asosan shaklini o'zgaradi. Bizda qolib qolgan asosan 5 vaqt namoz, ro'za, Ramazon, zakat, haj qatorliq aqida qolib qolgan. Keyingi vaqtda kelgan joyda sal uyg'unish yuz bergan bo'lgan taqdirmi, lekin bizning bir hokimiyatimiz yo'q bo'lgan. Shu 1694dan tortib toki mana hozirgacha biz to'liq bir o'z mustaqil xo'ja bo'lgan davlatga hokimiyat bo'lamiz, davlatga hokim bo'lamiz aka. Ya yer mustamlika, ya yer mustaqil holatda ashta yashadik. Ashta. Demek hayatımız o kadar yükseklikte. Bo'ldi ki aka, bunun hemmisi şu xurofotlikning dadidan. Xurofotlikning dastidan bo'ldi. Shu so'pi inshaallohniki dastidan bo'ldi. Demek xurofotlik ana shundoq aqvalni keltirib chiqaradigan, dastlab mana dinni suiiste'mol qiladigan ashta bir shakldagi hukm hamda. Endi xurofotlik to'g'risida mujib deb qo'y, endi bu islom dinimizdagi xurofotlik alomatlari qaysi degan vaqtida aka